150 ga berasanmi? Yo'q, yo'q. 200 mingga berasanmi? Yo'q, bermayman. Oxirgi marta so'rashim. Men xolos. Qancha ekan xolos? 1 million ekan bu. O'zing bilanmi? Berchinchi jon. 300 ming so'mga berasanmi? Yo'q, yo'q bo'lmaydi. 250 mingga barakanmi? Ha, oling xolos. Rozi bo'ling, ha? Sen rozi bo'ling. Ha, chempion bo'lyapsan. Yasha xolos. Arzon bo'ldi. Endi qimmatroq xaridorlar kelaversin, ha? Haj jonavar. Rozi aka. Rozi? Ya, tez sotiladi shekilli. Ya, kelinglar. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi xo'rozlar bor deyishuvdi aka, oqtarib olib keldi, endi chiqib olsin aka. Ha, endi xo'rozlar bolalar. Hozircha mana xo'roz bor endi. Buni o'zim ochirganman. Buni amakilari Namanganda 3 tutgan. Chempion bo'lishgan. Ha, dadasi Toshkentda 2 tutgan. Bitta 150 million so'mdan o'ynab nisiya qilgan. Chempionni bolalarda bu. Mana Chayan xo'rozni amakivachchasi. Sayan bu. Ha, bu ham zotga o'xshab turibdi aka. Chempionni jinalari ekanda endi bu xo'roz. Qancha endi buni aka narxi? Endi buni zot toza, o'zingiz bilasiz, zot farqiga borasiz. Endi buni 1000 dollarga bermaganman. Hozir endi ozgina pul zarur bo'lib turibdi. 1000 dollarga sizlarga beraveraman, mehmon akansizlar. Aka, zot deyapsiz, labzingizga ishondim. Zot bo'lsa oldim aka. 1000 dollar aka. Mana, bitta olib turasiz 1000 dollar, mana. Aka, rozi bo'linglar. Kelaverasizlar. Zot xo'rozlar bor. Xudo xolasa olib kelib beraman. Sog' bo'linglar aka. Hop.